Savol: Juma kechalari masjidda jamoat bo'lib Yosin surasini o'qish shariatda bormi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Qur'oni Karimni tilovat qilish ulug' savobli amaldir. Qur'ondan qaysi bir sura o'qilmasin, undagi har bir oyat va har bir harf uchun Alloh taolo savobni ko'paytirib beradi. Sahih hadisda kelganidek, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu xabar qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amsalha." Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga bir hasana, ya'ni savob beriladi va har bir hasana 10 barobar ko'paytiriladi. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf, va lamun harf va mimun harf. Men alif lam mim bir harf demayman, balki alif alohida harf, lam alohida harf va mim alohida harfdir dedilar. Jamiat Termiziy 2910-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Termiziy 2910. Boshqa hadisda kelishicha Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitdim: "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi." Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni sohiblariga shafoatchi bo'lib keladi. Sahih Muslim 804-hadis. Bu savob faqat Qur'onni ixlos bilan sunnatga muvofiq o'qigan kishiga beriladi. Ammo qiroatida, ya'ni o'qish uslubi, o'zini tutishi, soni yoki vaqtida bid'at qilgan kishi savob olish u yoqda tursin, balki amali rad etilib o'ziga qaytariladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda: "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Kim ushbu ishimizda, ya'ni dinimizda unda yo'q narsani paydo qilsa, u marduddir deganlar. Sahih Buxoriy 2697-hadis. Boshqa rivoyatda esa Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Kim ushbu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilsa, mardud, rad qilingan, inkor qilingandir dedilar. Sahih Muslim 1718-hadis. Ushbu ishimiz deganda din va shariat nazarda tutilgan. Bu amal uchun ma'lum vaqt, juma kechasi ajratilgani va xos jamoat shaklida o'qilayotgani uchun, shuningdek, bu xususda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hech qanday sahih dalil kelmagani bois bu amal bid'at hisoblanadi. Shu sababli bu ishdan saqlanish lozim. Alloh barchamizni haqqa yo'llashini va sunnatga ergashishda yordam berishini so'raymiz. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga baraka ato etsin. Vallohu a'lam.